Endi birinci dersimizin ikinci bölüki, yani İngiliztildeki üzük tavuşlar. Biz sözlük tavuşlarını sözlep olduk ku, endi üzük tavuşlar qarab bakaylı. Endi İngiliz tilida 24 tane üzük tavuş var. Bunun içinde biz nait bilishik tegishlik, yani bilmesek bo'lmaydigan 10 tavuş var. Yani Uyghur tilida taza jiq ko'rinmaydigan 10 tavuş var. Buni cho'qim yaxshi ko'ramiz. Ko'p qism tavuşlar Uyghur tilidagi tavuşlar bilan o'xshash, chunki har ikkisi til emasmi. Lekin 10 tavuşning ilinishi bir qadar o'xshamaydi. Shunga uni olgan chaqda qanday olamiz? Buningga intayin yaxshi diqqat qilasizlar. Birinchi tavuş D. Biz bunu nima deb olamiz? D deymiz go. Yani Uyghur tilida D deb olgandagi i'ni tashlab o'tsanglar D. D. Shunga buni D deb talaffuz qilsanglar bo'lmaydi. D deb talaffuz qilsanglar bo'lmaydi. Yani D deb chiqadi. Yani Uyghur tilidagi D degandagi i yo'q. Qag'ayirib o'xshash. Uyghur tilidagi D bilan o'xshash, lekin i yo'q. D. Mesela dedicate, dedicate. Mesela deadline, deadline. Mesela scandal, scandal. Yani demekçi D, D. Bu tavşını ne okuyduğumuz D deb okuyduğumuz. Uyghur tilidagi D bilan farqi yo'q, lekin i'ni tashib o'qiysizlar. D. Endi matavuşni biz odatda nima deymiz? T deymiz go. O'xshash yanlar T'dagi i'ni tashib etsanglar T. T. Yani T bilan Uyghur tilidagi T bilan farqlanmaydi, faqat T'dagi i'ni tashib etsanglar bo'ldi. T. T. Masalan, tear, ko'z yosh. Masalan, tactic. Tactic. Taktika. Mesela brutal, brutal. Yani vahşi, qabiy. Brutal. Yani Uyghur tilidagi T bilan farqi yo'qkan, faqat Uyghur tilidagi T'dagi i'ni tashib etib T deb talaffuz qilsanglar bo'ldi. Endi bu tavuş Uyghur tilidagi V bilan o'xshaydi, lekin diqqat qilinglar, ingliz tilida texmi ko'p tursizlar. Yani ustinki tishinglar astınqi kalpigingning ustiga taqishidir. Ma rasmga qarasanglar bilasizlar, ma ayaldagi ustinki tishi astınqi kalpigingning ustiga taqishidir. Uyghur tilidagi V bilan bak cho'ng farqlanmaydi, lekin ustinki tishingni astınqi kalpig taqab turib deysizlar. Uyghur tilidagi V amaliyotda ichida turadi, ichiga taqishidi. Lekin ingliz tilidagi ma V ustinki tishingni astınqi kalpigning ustiga taqishidi. Yani ustinki tishingni astınqi kalpigning ustiga taqashtirib turib deysizlar. Yani bir telefon alqi ovoz yetkazlik holatda qildi-ku, ashunga o'xshash chiqadi. Ustinki tishingni astınqi kalpigning ustiga taqish kerak. Şuna Uyghur tilidagi V'den qanday qildigan kuchliroq chiqadi, ham titrab chiqadi. Masalan, siz bek bildigan love. Love'dagi V'ni olgan chaqda, yani Uyg'urcha olsang qanday bo'lib qoldi? Love bo'lib qoldi. U xato. Yani V to'xtatib olinadi. Ustinki tish astınqi kalpig taqishib, tashiga ovoz chiqmasligi kerak. Ikki tarafidan chiqsa bo'ldi, Masalan, love. Masalan, valuable. Diqqat qilinglar, ma'ni o'rgangan chog'i cho'qim ustinki tishinglar astınqi kalpigning ustiga taqashsin. Valuable. Masalan, very. Diqqat qilinglar, mashq qilgan chog'ingizda V'ni olgan chog'ingizda ustinki tishinglar astınqi kalpigning ustiga taqishib turib deb chiqarsizlar. Har qanday holatda valuable, love. Love. Valuable. Very. Endi Uyghur tilida nima deymiz? Fi deymiz. Lekin ingliz tilidagi bu fi azroq farq qildi og'izning ochilishida. Buning og'izning shakli ustidagi bilan V bilan o'xshash. Ustinki tishinglar astınqi kalpigning ustiga taqishib turib, yani ko'maklaringizni bak yaxshi olasizlar, tishingning oraliqlaridan shamol chiqadi. Masalan, fake. Masalan, beautiful. Masalan, fascist.
fascist. Mesela fake degan gap, saxta degan gap, beautiful degan chiroyli degan gap, fascistni bilsizlar, fascist. Fascist. Fa üstün tishinglar astın qalbga taqishib, hava tishingning araliqlarini o'tidi. Ko'makroq bo'lsanglar yaxshi gap buningga. Tishinglar bek tüp-tüz olsa chiqaramayotgansizlar-ku. Bunun ağzının şekliga diqqat qilinglar. Zalmash qanchaqda, ya'ni üstünki tishinglar astıngi qalbning ustiga taqishib tursin. Bilmasanmi ayolni qarab baqing, ayolning ağız shekli qarasanglar ko'ra olasizlar. Yani üstünki tishinglar astıngi qalbning ustiga taqishib, shamol tishingning araliqlaridan chiqish kerak. Fake, beautiful, fascist. Müştə chiqish kerak. Endi matavishni biz Uyg'ur tilida deymiz, B deymiz. Lekin B'diki nimani ilib bo'ldi? In tashvasanglar, ingliz tilida müştavishni o'qilishi shu. B partlab chiqadi. B. Masalan, eng yaxshi, best, best. Best. Masalan, intayin suyimli qadrdon, eng yaxshi ko'radigan, beloved, beloved. Masalan, klub, club, club. Yani bu yerda Uyg'ur tilida B bilan farq yo'qkan, B'dagi in tashvasanglar, b. Best, club degan o'xshash, ya'ni b deb chiqadi, titrab chiqadi. Akaman biz nim deymiz odatda, P deymiz. Ingliz tilida P demaydi, in tashvasanglar yana o'xshash. P. Masalan, pure, pure. Masalan, pure degan sop, tabiiy degan gap. Masalan, polite, polite. Polite, nayt adablik. Masalan, transport, port. Transport, yani transport degan gap. Transport. Yani demekçi, ma'u Uyg'ur tilida P bilan o'xshaykan, faqat Uyg'ur tilida P'diki in tashvasanglar, p deb partlab chiqadi. Pure, polite, transport. Ammo nimda o'qiymiz odatdan deb G deb olamiz, lekin ingliz tilida yana in tashvaslar boshqa cho'ng farqi yo'q. G, G. Yani masalan, gangster, gangster. Masalan, lükçekler. Yani bir top qaraqchi yoki lükçek. Flag, flag, flag. Flag, flag, bayrak masalan. Organ, organ. Yoki odam badanining ichki a'zolari degan gap. Organ. Endi matavishmi Uyg'ur tilida o'xshash, faqat Uyg'ur tilidagi ki degan in tashvasanglar bo'ldi. K. Masalan, care. Masalan, bulky, bulky. Masalan, bitter, ma xata kirgizib qolibdi. K. Masalan, care. Masalan, cascade. Masalan, camel, chiqadi, chiqadi. Yani ma tavishni ingliz tilida o'qiyotganmiz, k deb o'qiyotganmiz. Uyg'ur tilida keyni tashvasanglar, k. Yani k deb o'qiysizlar. Endi ma tavush Uyg'ur tilida yo'q, intayin diqqat qilinglar. Ma tavishni o'rgangan chaqda Uyg'ur tilida yo'q tavushning birisi, ya'ni bu tavush, ya'ni bir nolga o'xshashni o'tirsak bir tal siziq tatib qo'yibdi-ku. Bu tavushni tilni tishlab olib turib si deb chiqaraman desanglar, mush tavush chiqadi. Yani ikki tishinglarning orasiga tilinglarni qanaqa qilib olib, qistirib olib turib, andan keyin men mush tavushni hozir chiqaryapman, yani si deb talaffuz qilyapman desanglar, andan keyin chiqadi. Shamol faqat tishinglarning oraliqlaridan chiqadi, o'zinglarni oldaysizlar, yani tilinglarni tishlab olib turib, o'zinglarni oldasanglar bo'ldi. Yani tilinglarni tishlab olib turib, si datim desang bo'ldi. Ikki tilinglarni bekroq tishlasang bo'ldi, ustulab ketgan chaqda kichikroq tishlaysizlar. Hozir cho'qim bekroq tishlab tilingni sat o'smayli adam yo'q, agar tishlasanglar bo'ldi. Ikki tishinglarning orasiga tilingni olib turib, tishlab turib,
Məsələn, sizlər rəhmət deyən gəpini biz thank you deysizlər, o xata. Yəni, aşınındakı muş şu. Yəni, çılığını çişləyib durub, thank you. Yəni, işki çişinlər arasıға tılığını edib durub, sin tələpüz qılıbatmən insanlar muş tavuş çıxıdı. Benim sanırım ayalının ığızığı diqqət qılanlar. Məsələn, clothes. Məsələn, authentic. Authentic. Çoxum işki çişininin arasıға tılığını qıstırıb elib, sin tələpüz qılıbatmən insanlar muş tavuş çıxıdı. Endi ma tavuş mı İngiliz tilda ba Uyghur tilda yo'q. Yani nölning ustiga bir ko'paytirish belgisi, xato belgisi bir narsa qo'yib qo'ygan tavuş. Bu tavuş oldidagi tavuş bilan eg'izning shakli o'xshash, faqat oldidagisi yani tilingni tishlab sin talaffuz qildinglar. Ammo tavushni talaffuz qilgan chog'da tilingni tishlab turib, men zin talaffuz qilyapman desanglar, mush tavush chiqadi. Tilingni tishlab tişanın aralıqlardan şamal çıxdı. Məsələn, bir nəsə dizidi qısa dep avaz çıxıdı qoy hesabda. Sonrasında manın ağzının içiliş şekli, İngilis tilindeki ağzının içiliş şekli, yani üstündeki si bilen, yani ağzınınki içiliş şekli oxşaydı. Yani tilini işki tişanın arasıqa qılıb durub, mən zin tələffuz qılıbatman sanırım, muş tavuş çıxıdı. Məsələn, that, u deyin gap. Məsələn, those, ular deyin gap. Məsələn, they. Çoxum işkişanlının arasıqa nimo tılınlarını tişlib alısılar. They, ular. Əmni mavu Uyghur tildeki si bila oxşaydaki in çıxamısanlar aşsi şu. S, s. Yani işkişanlarını bir-birisiga taqab durub, tişanlarının arasıdan s deb chiqarsanlar bo'ldi, Məsələn, school, school. Məsələn, campus. Chiqyapti o campus. Məsələn, press. Çoxum işkitishinglar bir-birisiga taqishib turib, aralıqlardan s deb chiqarsizlar. Buni oqistiki, yani i Uyghur tilidagi i bu yerga chiqmaslik kerak, Məsələn, school. Məsələn, camps. Məsələn, press. School degan maktab, campus degan maktab oilasi, maktab bog'chisi, ya'ni maktab rayoni, press degan matbuot degan gap. Mana biz odatim deymiz deymiz, Lekin ingliz tilida in tashib etsanlar, ingliz tilidagi o'qilish shu, eg'izning shakli ustidagi si bilan o'xshaydi. Ya'ni ishki tishinglarni bir-birisiga kirishtirib olib turib, bir-birisi taqab turib, yani tishingning aralıqlaridan deb chiqarsanlar bo'ldi, Məsələn, zoo degan gap, yani hayvonotlar bog'chisi. Məsələn, dizzy, beshni qaydirdigan, dizzy, beshni qaydirdigan. Məsələn, cruise, cruise. Məsələn, yani paraxut yoki paraxut to'pi. Endi mavu tavuş, yani f'ninki o'tirishga bir tal siziq yo'q tavuş. Buni ingliz tilida sh deb o'qiymiz. Uyg'urlik shi emas, diqqat qilinglar. Yani agar nim qilsanglar, qo'shmish bor. Yani faqat bo'lmagan chog'da, masalan, bir kichik bolani bir bak parang qilib kelsa, sh deymizga, eg'izlanish vaqtida paransanma deb bir tal bosh ko'rsatkich barmog'ini og'zini tutib deysizlar, dal shu tavush shu. Yani Uyg'ur tilidagi shi emas, bu Uyg'ur tilidagi shi emas, Yani bir odam gap qilma degan chog'da ko'rsatkich barmog'ini og'zini taqab turib deysizlar, shu. Masalan, shame degan yüz tökülüş, yani yüz töküldüğün iş deyin gap. Mesela shame on you desanlar, lanet sana deyimiz o, shame on you. Shame on you deb bazı şart olaydıqalım bağı, shame deyin gap, yani yüz töküldüğün iş, yani nacar iş deyin gap. Mesela share degan özra tang bahriman buluş, share. Mesela clash,
clash. Yani bu yerdeki Uyghur tilidagi shi bilan qanaqa qilgan to'liq farq qilgan. Ashdan diqqat qilinglar. Endi ma tavush Uyghur tilida ba, yani ji, ji. Lekin in tashlasanglar j, in tashib. Nima qilsanglar j deb chiqadi. Masalan, jurnaldagi ji shu, j. Masalan, pleasure. Masalan, aytdi, xushal bo'lgan ish, ko'ngilni xursand qiladigan ish, xursandlik degan gap. Masalan, treasure. Masalan, moliya, iqtisod, xazina degan gap. Treasure. Masalan, measure, o'lchash degan gap. Ya'ni Uyg'ur tiliga j bilan o'xshash, faqat Uyg'ur tiliga j-dagi in tashlasanglar j, j deb talaffuz qilsanglar, mo'sh tavushningki o'qilishi shu. Ya'ni bu 3 ga o'xshab qoldi ekan qo'y hisobda. Jurnaldagi j, j. Endi ma tavush, yani t bilan abayqi sh qo'shilgan tavush ingliz tilida ch deb chiqadi. Ch. Yani qo'shma chi, mavu. Chi emas, ch. Ch. Yani egzon jumla qalat kelib qo'shma chi, qo'shma chi. Shu bo'yicha o'qisanlar, dal t bilan mavu tavushning ikkisiniki qo'shilgan chog'dagi o'qilish chiqadi. Qo'shilgan chog'dagi o'qilish chiqadi. Ch. Yani Uyg'ur tilida chi emas, bu ch. Yani ch. Yani egzonlar ichinglik tilinglar ustingi tonglarga taqishib turib chiqadi. Ch. Masalan, church, cherkov. Masalan, train, poyuz. Masalan, cheat, aldash. Cheat emas, ch. Cheat. Yani bu xanzu til bildiganlaringiz bo'lsa, arangizda xanzu tillik qo'shma chi bor-ku. Changdaysizlar, shahar deganni. Andan keyin masalan, changdaysizlar, naqsh aytishgan. Demakchi, ashadiki, yani qo'shma chi, si bilan ashning birikmasi, ch deb chiqadi. Qo'shma chi. Yani Uyg'ur tilidagi chi emas, ch. Masalan, church. Masalan, cherkov, train, poyuz, cheat, aldash degan o'xshash. Yani ma'noga diqqat qilinglar, Uyg'ur tilidagi chi bilan farq qildik. Ananligin d bilan j birlashsa, bu qo'shma j, j deb o'qiladi. J deb o'qiladi. D bilan j birlashsa, buni j deb o'qiymiz. Masalan, judge. Lekin ma Uyg'ur tilida j emas, bu j. Ya qo'shma j. Masalan, jang deymiz, jang, j deb chiqadi. Qo'shma j. Ya'ni j deb o'qiysizlar. J. Ani judge, masalan, hukm qilish. Masalan, gesture, qo'l isharasi. Masalan, message, message. Qisqa uchur degan o'xshash. Bek message desanglar, bo'lmay j emas, j deb chiqdi. Message, gesture, judge. Yani qo'shma j, buning bek diqqat qilinglar. Ammo biz odatda nima deb o'qiymiz? He deysizlar. Lekin amaliyotda buni he deb olmaydi ingliz tilida. Bu faqat ishchinligiga avan to'shqizilib degan bir tovush he deb chiqmaydi. He deb chiqmaydi. Deb chiqqandan keyindagi tovushlar bilan qo'shilib o'qiladi. Bir ava deb tushunsang, bu ishchinlikdan chiqqan ava. Masalan, erib qolgan chog'ingizda ba'zi xilda deysizlar, yoki bo'lmasa yugurib, qattiq yugurib, nima qanchaqda deysizlar shu vaqtdagi masalan, bar degani have. Masalan, o'chik bo'lish degani hate. Masalan, ko'ngilsizlik kelishmas degani mishhab. Masalan, have, hargiz he deb elvasanlar bo'lmaydi. Have emas, yoki hate emas, yoki mishhab emas. Yani bu yerdagi hargiz he deb talaffuz qilsanglar, bu intayin nachar chiqadi talaffuzinglar, ham boshqalarga bir narsanglar qaniylik chachrab ketishi mumkin. Yani bu he talaffuzi emaskan, yani ichimizdan chiqqan bir havokan erib qolgan chog'imizda yoki yugurib qattiq 100 metrda qattiq ishtik yugurib kelganki
deb asraymizg'u. Shu yerga ichimizdan chiqqan bir havo ekan. Have, hate, mishap. Bu nargiz xi deb talaffuz qilmanglar. Ankin mavu qarsang ta'tir yozildi ekan-ku, ya'ni rining ta'tirisiga. Ya'ni bu qanday talaffuz qanday chiqaramiz degan chaqda, masalan, tarat olgan chaqda og'zingizga so'lib chaqaymizg'u. Xir qilmizg'u, qilmizg'u, ashadagi diqqat qilinglar, buni bir necha qatim mashq qilmasanglar ololmaysizlar. Oldiga bir rining oldiga bir degan qo'shib olgandek ham talaffuz qilamiz. Masalan, rest. Masalan, clear. Masalan, rare. Scary wakangu. Rare. Yani mavu intan muhim talaffuzdan birisi. Arni qanday chiqarishinglar ko'pincha avalasida ingliz tilidagi ig'iz tilining chiroyli emasligini belgilab qo'ydi. Masalan, rare. Masalan, rest. Yani ağzından çağıran çağda şu ağzınlığa sunelip deysliği dal şu xil telaffuz çıkarsanlar muş telaffuz çıkıdı. Rest, clear, rare. Çünkü mani biz adette yazgan çağımızda nimde bezimiz yi deyimiz ya ki g deyimiz. İngiliz tilde yi dep okuyumuz. Yi. Mesela yes. Mesela degan gap qo'y. Yellow, seriq. Masalan, beautiful, you, yi, qo'shiq tovush chiqib qoldi-ku, yi. Yani yes, yellow degandek, yani yi deb talaffuz qilasizlar. Buni uyg'ur tiliga emas, yi deb talaffuz qilasizlar. Endi ma'u nima ekan? Mi deb olamizku. Mi'dagi in tashib etsanlar mush chiqadi. In tashib etsanlar mi deb in degan chaqda ig'zinglar ichildi, lekin ma'no ig'zinglar ichilmaydi. Shen misal min tashib etib, mining keyin in tashib etib, ashlam deb biqinglar. Xudoy buni oldin chiqayotgandek chiqadi. Bo'ldi. Bu tavushdan o'qilishi shu. Mi emas, ya'ni in tashib etib desanglar dal shu uyg'ur tilidagi mevla o'xshash, faqat in tashib etsangiz bo'ldi. Masalan, million degan gap. Million. Masalan, slum. Bechora kambag'al degan gap. Slum. Undan keyin massacre. Ya'ni qirg'inchilik. Massacre. Ya'ni qirg'inchilik. Yani bu yerda min olgan chog'imizda qanaqa qildik emas? Ya'ni mining keyin in tashib etsak, uyg'ur tilidagi mevlar o'xshashga. In tashib desanglar, ig'zinglar ichilmaydi. Deb qolasizlar. In astanglarning ig'zinglar ichildi, ishonmasangiz sinab biqinglar. Massacre, million. Anaga kendik tavushni qo'shib talaffuz qilsa vaqt ichiladi. Slum degan o'xshash. Yani mavu adetin deyimiz ni deyimiz go. Lekin ingliz tilida o'qish nidiki in tashib etsanlar mush tavush chiqadi. Yani bir lam. Masalan, noon. Chush. Masalan, moon. Bo'ldi, moon emas, moon. Masalan, clone. Clone. Masalan, nasty. Masalan, aytdi falokat yoki odamga nachar narsani olib keladigan nasty falokat bosgan degan gap. Nasty nachar degan gap. Clone degan kilollash degan gap bilasizlar. Moon degan oy degan gap. Endi maktab uyg'ur tiliga ne bilan qanday o'xshaydi. Faqat uyg'ur tiliga nening kendiki in tashib etsanlar shu tovush shu. Deb chiqdi. Endi mavu uyg'ur tilidagi ngi masalan kilingdagi ngi shunaqa kiling deki ngi uyg'ur tilidan hech qanday farqi yo'q. Masalan sarang deymiz-ku. Sarang desak anga qisdiki nima?
Aşu anaqıski sarangның anaqıs çıqıvatqan tavuş çıqıvatıdығы, sarang çıqıvatıdығы. Yani bu tavuşdan oqılışı mümkün. Uyghur tilidagi evle oqşaydı ekan, faqat in taşıp etsekli bo'ldi ekan. Masalan, long. Masalan, angry. Masalan, wrong. Endi mana Uyghur tilidamiz li deymiz. Lekin ingliz tilida buni li deb chiqarmaysizlar, in tashib etsanglar l deb chiqadi. Lekin diqqat qiladigan intayin muhim tavuşlarning birisi bu. Diqqat qiladigan yeringlar, bu tavuş jumlaninki, ya so'zlikninki 5-da yoki 30 kelgan chaqda l Uyghur tilidagi li bilan cho'ng farqi yo'q, faqat Uyghur tilidagi lidagi in tashib etsanglar l deb chiqadi. Lekin so'zlikning oxiri kelib qolgan chaqda, bularmi oldida so'zlikning oxiri kelib qolgan chaqda u vaqtida all deb chiqadi. Bak diqqat qilinglar. Masalan, late 5-da kelyapti-ku l-ga. Late, kechkish. Masalan, endi feel qarsanglar, emniyatda eng oxirida kelibdi. Shunga fi-ga all-ni qo'shib feel, feel deb o'qiysizlar. Feel emas. Yani demakchi, ma tavush ma'lum so'zning 5-da yoki 30 kelgan chaqda buni nima deb oldi ekansizlar? L. Ya Uyghur tilidagi bilan farqi yo'q-ku, in tashib etsanglar bo'lgan. L. Masalan, late, late degan o'xshash. Ham bu tavush agar so'zning aniq kelib qolgan chaqda buni vaqtda all deb tarjima qilsizlar. Masalan, birinchi qasanglar fi'ni qo'sak fi ekan, shunday allni qo'sak nima ekan? Feel, feel. Endi ostidagi so'zni qarasanglar begani qo'sak nima? Bat. Allni qo'sak tol. Tol. All deb o'qildi. All yoki L, L, battle. Yani battle, battle deymiz, yani tilni o'xshalayotimiz. Late, feel, battle. Diqqat qilinglar, 5-da 30da l deb chiqadi ekan, aqs kelib qolsa so'zningki all deb o'qiyotgansizlar. Masalan, feel, battle degan. Bu ingliz tilidagi intayin muhim tavuşlarning birisi. Endi ingliz tilida W deb olamiz, harfning o'qilishi. Tavushning o'qilishi qanday o'qildi desanglar, eg'iz o'tirga nayt kichik daraja yig'ilib, ikki yonga vashida ochiladi. Va eg'izning ochilishi birinchi, ikkinchi, uchinchi deb ko'rsatib qo'ydim. O'tirga yig'ib olsizlar eg'izingni, anonki ikki yonga ochsizlar. Va Mesela what's your name deysizlar, bu xato. What's your name emas, what's your name vin Uyg'urcha qo'ydinglar, yana bir vin deb qo'ydinglar degan gap. W'ni olgan chog'ingda cho'qim eg'iz o'tirg'i yig'ilib, ikki yonga ochiladi. Va. Va. Odatda biz vin nima deydik? V deb oldik-ku. Undan so'ng W'ni qanaqa qilganmiz? Ya'ni vini eg'iz o'tirg'i kichik yig'ilib, ikki yonga ochildi. Va. Masalan, what. Mesela what's your name deki what ismingiz nima deganni anglab baqqan qo'ysanlar. What's your name? What's your name? Va. Yani eg'iz o'tirg'i yig'ildi, ikki yonga vashida ochilib va deb chiqadi. Va. What's your name? Masalan, what. Hergiz Uyg'urcha what desan xato bo'ldi. What emas. What. Eg'iz o'tirg'i yig'ilib ikki yonga ochildi. Nima degan gap. Masalan, acquire, acquire, acquire. Mesela g'arb taraf, west, west. Yani eg'iz o'tirg'i jumla holat kelgan ekan, ikki tarafga jiddiy ochiladi, ankin v deb chiqadi. Va. Ma'inta muhim tavsha ko'plab mashq qilsanolmaydi. Abayqi v bilan o'xshamaydi. Abayqi Uyg'ur tilidagi v bilan o'xshashgan. Bu ingliz tilidagi v ga. Yani Uyg'ur tilida yo'q tavsha bu v. Shundan bilan bizningki ingliz tilidagi uzuk tavuşlar mushlar shu. Endi bundan boshqa biz so'zliq tavuşlar, uzuk tavuşlarni o'rganib bo'lgan bo'lamiz. Bo'lgandan keyin buni Uyg'ur tilidagi harflarni o'rganib bo'lgandan keyin qo'shib o'qishni o'rganga o'xshash, qo'shib o'qishni o'rganamiz. Buningda ham Uyg'ur tilida yo'q hech narsa bor. Men uzuk tavuşlarni bir o'qib bergandan keyin u ingliz Uyg'ur tilida yo'q, hech narsa nima o'qancha qo'shib o'qancha diqqat qildigan degan tushuntirib qo'yman. Men boshdan oxir bir o'qib qo'yay, harflarni.
y, l, v. Şunlar bizdeki İngiliz tildeki barlıq sozuq tavuşlar və üzük tavuşlar bu şəhərdə axırlaşdı. Deməkçi tavuş degəndə nim degəndim mən Uyğur tilidəki 32 hərflə oxşaş нәрsə degəndim. Onu qoşab oxsaq dal sözlüknің oquluşunu oqan bolumuz. Əmdi bunu öyrənib alğandan keyin mən qoşaş oquşunu öyrənib ketələmdimə? Yo'q, bir mezgil hətta bizning birinchi qism tükçə hər bir sözünü oqıgan çağda mən qayta nim bulab bunda oqulub atqanlığını dəp birmə, siz şu boyunca qoşab oquşunu öyrənisizlər. O'qilishning qo'shab o'qilishini o'rganisizlar. Har qanday yangi so'z o'rgangan chaqda cho'qim avval o'qilishni ko'rsizlar, andan keyin tarjimasini ko'rsanglar bo'ldi. O'qilishni bilmay turib o'rgansanglar, vaqtida keyin xato birinchi qatim xato talaffuz qilsanglar, butun xato ketib qoldi keyin, ha.